Hozir bilasizmi nimaning foydasi qolmadi? Mashina haydash foydasi qolmadi o'zi. To'g'risi ham ko'tara xarajat bo'lib qoladi o'zi. Ya oldin mana foydasi bor edi. Oldin mana bemalol haydab, uzoqda yaqin qilib bemalol haydovchilar qo'rqmasdan haydardi-da. Hozir qo'rqib haydayapti-da o'zi. Radar bormi yo'qmi, tushdimmi yo'qmi radarga qo'rqib haydayapti-da o'zi. Ayniqsa mana bu uzoqroq safarga borib keladiganlar, mashinasi bilan borib kelsa, uyga kelgandan keyin yuragini hovuchlab o'tiribdi-da. Hech pul jarima kelar ekan deb yuragini hovuchlab o'tiradi. Qarang, jarima keladimi, yo'qmi deb qo'rqmayapti. Nech pul kelar ekan deyapti. Chunki kelishi aniq-da uni. Aniq keladi jarima. Shu nech pulliki o'sha nech pul keladi deb bechora qo'rqib o'tiribdi-da. Kelgandan keyin u summani ko'rib, keyin o'zini so'kadi-da u. Nimaga men o'zimning mashinamda borib keldim? Borsam bo'lardi, mana poyezd bor, avtobus, mana yo'lli mashinasida borib kelsam ham bo'lardi. Nimaga men o'zimning mashinamda borib keldim? Shunga shu kerak edimi? Hech bo'lmasa samolyot bilan, bu pulga samolyot bilan 6 marta borib kelsang bo'lardi deb o'zini o'zi so'kyapti-da. Tushunasizmi? Mana hozir mana shu hozirgi kunda bir oy davomida o'sha radarga 2 million to'laganlar xursand bo'lyapti-da. Men shu oy to'lamadim deyapti. 2 million to'layapti radarga. Lekin men to'lamadim shu oy deb xursand bo'lyapti-da. Qarang. U oldin u zash u ottikalasiga to'lagan, bechora 2 million to'laganda xursand. Men to'lamadim deyapti. Qarang. O'sha radarga oyiga 2 million to'lash uchun kamida bir 7-8 million xarajat qilgan u. Ha, o'sha antiradarning eng qimmatini olib qo'yibdi-da u. Eng qimmatini shu nech pul turadi o'sha? O'shani olib qo'yibdi-da. Lekin o'sha bilan ham baribir tushyapti-da. Bu degani radarmi? Talibonmi tushasan? Chunki qarang, radar bunaqasiga o'qisangiz ham radar-da. Shu yozuvini bunaqasiga o'qisangiz ham radar bunaqasiga. Bu degani talibonmi tushasan degani. Shuning uchun bu mashinani turgan bitgani xarajat bo'lib qoldimi deyman-da. Foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'lib qoldimi deyman-da. Tag'in bilmadim deydi-ku yana.